Mashhur aqida olimi Alloma Taftazoniy aytishicha, musulmonlarning noroziligiga sababchi bo'lib, bir to'da odamlar o'zlaricha xalifalik e'lon qilgani bilan ular haqiqiy bo'la olmaydilar. Ular o'zlarining xalifaligiga qanchalik oyat va hadis keltirsalar ham, ular ishonchli va tom ma'nodagi xalifa emaslar. Alloma Taftazoniy ham hozirgi davrda xalifalik tuzishni targ'ib qiluvchilar doim keltiradigan hadisi sharifga e'tibor qaratgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni keltiradi. Ahli qibladan kim o'z zamonasining imomini tanimasdan vafot etsa, johil bo'lib vafot etibdi. Alloma Taftazoniy mazkur hadis e'tiboridan ummat Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafotidan keyin eng muhim ishni qildilar. Ya'ni o'zlariga rahbarni tayinladilar. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dafn qilinmasdan oldin bu ishni amalga oshirdilar va bu ishni har bir rahbar vafotidan keyin ham davom ettirdilar deganlar. Ya'ni bu yerda hech qanday xalifalik haqida gap so'z yo'q. Mazkur hadisda har bir davrdagi, har bir yurtning o'zlari tinch yo'l bilan saylab qo'ygan rahbarlari nazarda tutilgan. Hadisda tilga olingan imom so'zi diniy rahbar, masjid imomini ham, siyosiy rahbar, davlat rahbarini ham nazarda tutadi. Fiqhiy manbalarda ham imom so'zi ana shu ikki ma'noda qo'llaniladi. Undan faqat xalifani e'tiborga olish ma'nosi yo'q. Ikkinchidan aytish lozimki, Sharh Aqoida Nasafiyaning eng mashhur sharh qiluvchilaridan Ramazon afandi fikricha, bu hadisdagi o'z zamonining imomi so'zidan murod o'sha davrdagi yuborilgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamdir. Xalifalikni va xalifalik tuzishni targ'ib qiluvchilar yuqoridagi hadis sharifni keltirib, o'zlarining g'arazli maqsadlar uchun niqob qilib oladilar. Lekin shu ma'nodagi quyidagi sahih hadis sharifni yashirib keladilar. Uni Imom Muslim, Nasoiy, Ibn Mojja kabi imomlar rivoyat qilganlar. Unda shunday deyilgan: kim itoatdan chiqib va jamoatdan ajralib vafot etsa, johiliyat o'ligi holida o'lib ketadi. Kim ummatimga qarshi chiqib, yaxshisini ham, yomonini ham bo'yniga qilich ila ura boshlasa, ularning mo'minligiga parvo qilmay qo'ysa, ularning ahdlashgan kimsalarga vafo qilmasa, ular mendan emas. Kimki asabiylikka chaqiradigan ko'r bayroq ostida urushsa yoki asabiylik bilan g'azablanaversa, u o'ldirilsa, jaholat holida o'ldirilgan bo'ladi. Mazkur hadis sharifda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozirgi kunda xalifalikni qayta qurish rejasi bilan mo'min musulmonlarga qarshi chiqayotgan, musulmonlarni o'ldirayotgan, asabiy va g'azabnok nokaslarni ogohlantirmoqdalar. Ularning o'zlari jaholatda, harom o'limtik holida o'lib ketishlarini bashorat qilmoqdalar. Xulosa qilib shuni aytish kerakki, xalifalikni qayta qurish masalasi asrlar davomida turli firqalar tomonidan davriy ravishda ko'tarilib turgan. Bugungi kunda ham bu masala ba'zi adashgan firqalar tomonidan ko'tarilmoqda. Mazkur oqimlarning qarashlari noto'g'ri va ularning qilayotgan bu da'volari faqat o'zlarining g'arazli maqsadlarini niqoblashdan o'zga holat emas.